Hayatım köngül koyup yegesi unum kıp ketdi da bu. Dariyasdan çıkıp yoş. Ya. Ya günü alır ayakta oynaşmakça. Hemen ketdi bu da dadanı ortasın ki bu. Bayakta siz tatlıla bakınca ağzınızı buzmancı mı aparat yaratınız? Bayakta kıldı. Ya kaytıdı bir sokuşma kıllara kaytıdı. Bir günü manga zudani laz yemeydi o deyip bir tip vay canım almaka. Amal var yiyip tala valla. Ütme. Ütüp poptu ne ameliyette. Bak kolum titrep manda kıp git basa bir şey Rozi'nin soğumuştum yama tizge daha жүріп. Ya satan gitme bana bana ses kımağla. Ya çep gözüm tepetine adım. Ya bana karıma abart kılam. Kızlar külse bakıp nuriye Balılar külse evlat hürmet Milyar senesi Roza kılın kümül sonrası Milyar senesi Roza kılın kümül sonrası Mayaqını qaqşab ketdi. Jinim balla, yana 15 minut var bir kam. Amal o vali so'nga ketib biz mangla jinim balla. Tepasi yerliga slow top degan. Ana futbol degan dunyodagi jalb qilish kuchi, sehriy kuchi eng oldin qatorda turadigan musobaqa uchun bu futbolni mayli to'pi maydonda o'ynayli, mayli katta maydonda o'ynayli, qayerda o'yinsak odamga zo'q beraverdi ekan. Va hozir bordim u maktablarga. Basam katta bo'lib ketibdi, tonamidim. Yılqı öylenim küçürü yitip de öğrüklerini kalap kaksattı da olanımı tüyepti. Potbolçularımız aman bulsun, salamet bulsun. Vatimizin potbolçuluğu dünyanın aldığı bulsun. Rahmet. Hem de bana budak etimlik, işki etimlik musabıqı oldu bizdenki Şinjan'da. Birisi onlar lonqısını talışıp futbol musabıqısı, yeni birisi bahar lonqısı. Bahar lonqısı futbol musabaqasi shuga. Buni ko'rib o'tirib men shu joyga bir orzu qildim-chu. Naq maydon qatnashdim, vaqirab ketdim. Ey, tap. Butun vujudim bilan. Shu joyda bir armon paydo bo'lib qoldi menda. Ro'zaxon vaqirab ketamsizlar bu yerda. Men shu bolalar uchun bir xizmat qilib baqsam, mushlar uchun bir choy quyib olgan bo'lsam, bir dasturxon sevib olgan bo'lsam, qanday bo'ladi-ki deb bu planimni ustozim Xalmurat aka bilan maslahatlashdim. Mesela Ekber Gamle meselesi nayt yaxşı meselelerdir Rozaxon. Hem de sen xalqni küldürdiğen adam bo'lgan ekan, şu bolalar uchun bir küldürdiğen bir dasturxondan birini sağın, bir küleyle bir o'zirinlayli dedi. Şu sebep sizlarga dasturxon saldik. Meni kichik ko'may, sahnamni oddiy ko'may, qadam tashrif qilib berganlarga yana bir navbat rahmat dedim. Rahmat sizlarga. Hamda Aşı musabaqani ko'rib o'tirib, men bir narsani his qilib qoldim-chu. Sizlardan bir savol so'rab boqay. 11 futbolchining ichidagi eng jafokash kim o? Ya. Eng jafokash Varat aka. G'ayrat ag'inam ey. Sizlarda. Qaq bala qoldig'ini mushuka. Ama depray mana bir Varataning meyada yaxshi, yana birisining meyada 7 metr 32 sant chiqitgan bu. Shunaqa yigizligi 2 metr 44 santa. Ve o'ng'ay orliq emas-da bu. Qoniting o'simi yetishmaysa, eshaga bir odamni tug'iz qo'yib, 11 odam tibidi ekan bunga. Nahaqchilik qilib hali dapirma ustoz. Mana bayqush Varata mayaqda ishlayotgan. Mayaqda urib chiqirib etib olgan, tutib o'ngdisiga tushib atgan. Bir og'riydi, onun bir yerlari. Shu demaydi-da uningga. Bu ko'p tutib shitliqanki, deydi vaqt yo'q. Shitliqankin bir deb qayta! Jig'arlash. Qayta.
O qayta degini onunki oyay deginimikin deyman men. Gözüm kömüsün degine onu. Ya akan rost. Ya rost takmış topni bismişta yetip alsa meydi gelip. Az seviştik çamıkça o şunu tipidik ya. O da pütürle örüp it bunda o çıkıp yılkınadı. Adam deyam doğuma. Biçarmış yügrep itip atkan mıştak serilip berip meşetki tömürge mühim yerlerini uruyulup bakan. Muşu var ayşe 7,5 metre yani qoğdayma dep mıştak. Hilqi bir onu mekiyalla çücülerini sağdan qoğdaydı o. Şu bir onunun mehri baka var atada. Ay. Onunun mehri bak. O meyli. Bu işler yana var ata üçün oyun. Biçer var ata. Tangdi tang bop gelip 90 minut tügep. 120 minut tügep. Pavquladı noqtu top tepilgan iş yok qasa. Tuğulğыныga toydu ki o. Mana var ata yalnız tuğuz koyup bunu. Ay aşaktın sürülük futbolçulama. O biçerde üzümge tegip ketem o. Burnum ejilip ketem o degen nersi yok. Tutamam mı? Kayak tipe. Hey men tuttan oyta oturdu da bu başta turdu tuğsa. Bunu ilqa lala düyde bir türküm adamlar ba. Tamaşı bulla. Tamaşı bu biz kızmaydı. O karış tarafını kollaydıgan 1000'dek ya 500'dek adam meyedi turuyup eşedi yalnız tuğa var atağa. Tipe tutamaydı. Tutamaydı. Bu kutup cinini çıkarıp ititken bana. O uyan ulan, hem de kalmaratken ertes mana bizim sahneye çıkıvatımız keyinden. Biz sahneye çıksak aka, tamaş bulla. Çalamaydı. Kalmarat yetut oynamıyor. Bak kötü edip kitimez hem de. O şu bay 10 tenge may turi dike yana. Ona se futbolculam kuup gitip de azir. Ki. Baratanın közü bir karı bitip. Dur. Putların içimi sürkep. Muştak mı on tarafki qarab turib, muştak qo'yib so'ng tarafga bosh debla kirgizdik ya bichar varata on tarafdan bu dumlab qo'yib kirib qolgan. Onun nadallığı, ahmaklığı emas. Bir xislat vaka var talada. Ah ko'ngil ka bular. Ah ko'ngil. Aman bolsun gayrat adaş ha. Var tala aman bolsun. Tutqulu saq olsun. Endi bu kasbi var talanın gibi bu. Kasbi de endi maxsus tarbiyalangan. Endi kasbi emas bir var tala bu. Mesela özlügidan ügünüp, aşu kasbini söyüp, mehr muhabbetini berip, özlügidan qaraydı. Şundaqmi? Mening bir ag'inam bor Polat deb. İsmi Polat varata deymiz. Ay ras yaman varata o'zi. Bizim melde özlügidan ügengende şu varata qarashni. O sizlardek emas. Amma tutudu buma. Bunun mesh qilish usullari qanday desang, bizda varatalarni tutsa, boshqa varatalar asosiyatni topni tutudu. Bunda pakaraq bir qalg'ashlar ustimashni tutudu. Qalg'ash qimatudu o'zini bu. Musoq boshlang'icha 10 qalg'ashni o'ynaydi bunda. Dahshat yaman. Bir kun shanba kuni bir uyiga borsam, darvozani oldida turibdi. Buni tutyapti-da. Qo'ysam chivin tutib qara. Uyga chivin kirgizmaydi ekan. Birdamda 300 dak chivini qo'llab qilib qonqatdi bu g'osh. Bir deb qaytdi. Ikkinchi chivin kirmaydi ekan. Endi bizning g'uljalarda yamg'oq yog'di. Eğil uylarni yamg'oq o'tmaydi hozir. Eğillardan yamg'oq o'tib ketqansa, datsa bola majuga Polat. Kirib eğilni uya beylarga chini qo'yibdi, ya das qo'yibdi desa, ikki op qo'rini kirib tutib kirdi. 20 necha etib o'tdi tamcha. Tam shu tutdi qaraba. Eğilda çak. Başımdan arlıqlar başına vurublar. Qayta da ayak töküdü.
Aşında qilib bu ağinamning nomi chiqib ketdi mahalda. O top yemaydi bizning mahalning futbolchilari asosiyati u bo'lsa, yengildi degan angilmaysa. Mahallada o'ynadi, mahallada nomi chiqib, nahiyali ara musobaqalarda nomi chiqdi. Keyin shular andiq oblastning bu musobaqalarga berib, Polat Varata, top yemaydigan Varata, saq Varata deb başlaq sharaflanib berdik buningga. Keyin bu o'tir maktabni mana G'uljida ikkinchi o'tir maktabda o'qiydigan bo'lib, atalar buni o'qitganga G'uljiga ko'chib kirdi. G'uljida Shavkat Maradona deb bir akamiz bor. Shavkat Tursun deb. Hamda ili futbolchiligiga favqulodda to'kib qo'shgan to'kpikar ustozlarning birisi. Shavkat kam, İlyas kam qatorliq akalar. Bu Shavkat kamninki komandasi bor shu yerda 11 futbolchi. Arpatlar sizlar shuga? Biladi arpatlar. O shir o 11 balasi. Top o'tmaydi bu yoqqa. Beklari yo'l var sen ularning-chi. O hechtim to'g'ri kelmay, oblastni so'ridi Shavkat kamning ash maktabdagi komandasi. Shunlar bizniki bu Polat ag'ina bu maktabga o'qiydigan kirganki, u Shavkat kamdan surishtirdi ekanda, o'sha kasbni aytib olgan ekan. Polat kamning nomini nejiq angilgan. Bizning bir varata turpaqina balla tepbaqsin debdi buningga. Ay bütün komandadagi bütün balning hammasi tepdiga bu Polat ag'inam bir topni zayi ketkizmay tutibdi bu. Mana yaraysa saqam. Buni o'tgan bizning Varatada sen to'g'inda buni shu Varataga o'rlashtiribdi. Keyin Jag'istaga chiqqanda dapadi menga bu gapni-chi. Ashna og'izdan ag'ildim deyman. Shuni ular adash Shavkat kamlarning komandasiga kir dem deydi. Shular 2-3 kun kelib musobaqa bo'ldi. Qildi yugurib beriblar. O'zimni joydilar. Tudim. O top kelmaydi-ku Varataga deydi. O aşağını bisivilip, aşağıda oynayıp dedi. 15 minut gelmedi, 45 minut gelmedi, 90 minut mu gelmedi? Ertesi yanı musabık oldu. Yanı qarayma, yanı gelmeydi. Oy bu qanday qildi bu? Deb berib aytgan ki, ma yanında turdigan Biyensayma? Biyensaylar beri paranşıma deydi. Ya qanday aka yaxshimi? Yo top kelmaydigan bu yoqlarga. Vay Furkan, men bir yil bo'ldi, dop ko'midi bu yoqda. O birinlarga beri kelma. Ortadan tashlab qo'yib. Bu ish dop ketsanki dop kelmasa zerikib deydi. Zerikib, moy qin bo'lib ketib borma. Bu bir ashqay dop kelmayotgan, bu birindan tutqullarim kelib, otqillarim kelib, jinim adash qin bo'lib ketib borma. Şunamda meydanın çetilen berip, o karış tarafından vartası bilen paranışmaydı. Ya neçin yedin? Jimotaqda yaplatım hemen. Hazırım yan bir yapayım o da yeydi deydi. Şuna o Varataq işçime girip hep iş vermedi. Ya dikkat kıl. Vay şarkı ongu tipi da. Vay salva songu tipi de dikkat kıl depsem. Şavkatga böyle yuqalayma bana bizden Varataq'a baraman. O dop kelmiz, nim qilmay ortada. Da bir tamaşa bullarına, oy zerikip ketsen kedi. Iş o'qitding bo'lmagan ekan. Qarasam ko'p kichim. Keyindim ağzı yavaş onlar 3 dakika 3 qilib oldim adaşday. O'shkilarimni beqib. Palay bilan, ammo palay bor deydi. Voy, umi tetimi deydi. Bu o'shkam ko'p, o'shkiga yomon ko'p etgan deydi. Shunlar o'tirib, shimish bilan chaqib o'tirmaydi. Top kelmaydi deydi. Zerikib ketsanki, shunlar bir kunda to'xtab turg'ini, hozir bir qadrimni qizib qo'yayman men. Kechikib berak berib boqay bugun deb. Soat 9da boshlangan musobaqa edi. 9dan 40da bossam, boshlanib popdi musobaqa deydi. Varataq bossam hech kim yo'q. Ya kim qarab o'tirdi? Kim bilan boshladinglar sen? Bek, va qara qo'ydim, sen nim qilyapsan? Tur yo'qchiga. Va qara qo'ydim men. Mo'shu top kelmay, 3 yil texim nomim chiqadi deydi. Top kelmagan Varata. Yengilmas Varata. Hem Varata. Polat Varata deb nomlarim chiqib 3-4 yil degan shunalar bu Sifanda oliy maktabni o'qiydigan Sifan maktabga boradi bu. Bag'ankin bu komandadan chiqib ketibdi, bag'ankin u yerda qarishib, bizning Polat Varata keldi. Mushta u men ketmaydi dedi. Yengilmas qizlar deb, Polat Varata shu ekan deb, sizmi? Polat sizga hech kim kirmadi deydi-ku. Yo'q, topaqmadim men. İşte o yürüme dedi. Şular o sinfdagi bolalar, ya Polat ada, sen bo'lgandan keyin, biz bir musobaqadan birini tashkillab, o'zimiz 11 balni tashkillab bir komanda qilmaymizmi debdi. Endi menga ishlash qilib qilsanglar, bo'ladi, gap yo'q. Deb deydi, 30 nechta o'shkularlar bor dem deydi. Ko'payib ketgan o'shkan deydi. Nemisini deysa, jinim adash deydi. Bu 3 yil, 4 yil dop kelmay, men bu atadigan, sakraydigan, tutadigan
hünənin həmmini pakiz unutub popdu mə deydi. Oşta qutbul deyilqi. Böri kömegen qoy, han vaqti bo'lib ketdi degandek, oshta bo'lib ketibdi mə deydi. Musobaqa boshlandi, məşə turma. Şştli qildi, kirib popdu bir top. Ya men nima yo'q, qaytadan boshlanglar dedim. Yani qaytadan boshlab edi ko'nglim deb deydi. Ey adaş, yapqa öp kesib yegandek yedim deydi topni. Mush tepkelli top kirdi deydi. 11 qadamlarda talışıp qalsa chiqirib ketime varta turib. Ya sadan gidib bala magi ses qilmanglar. Va bir chat qo'shib tepat keladi. Va magi qarba amal qilam. Ya jinim adaş, va bir amal qilmaga. Sen va nima kirib bo'libdi. Ha bo'ldi dedim. Şunlar üzüm makamida şunlar o'shkilarimni ufturliq so'yib setib, yan namim chiqib ketdi deydi. Nim deb namim chiqib ketdi desam, qassob borata deb. Demak, endi bu bayam men og'inam g'ayratga chaqchaq qilganim sababi mana mushtaq demoqchidimchi vartaning ishini. Bu japokasi bu kunda qilibdimisan, kunda mashq qilibdimisan, ilqi uftu qazanamaysan-da, ha? Vartalarımız aman olsun, selamet olsun. Rahmet. Hem de hürmetli aziz tomoshabinlar, mana bayamniyaga birdan berimdan futbolning gapini qilib, kulishdi. Endi buni amisil bo'g'a ish emas, chaqchaq. O'zimiz angilgan, ko'rgan, bilgan ishlarimizni qurashtirib, endi sizlar uchun bir xizmat qilaylik deb shunchalik tayyorlik qildik. Endi bayamniya futbolning gapini qildik. Endi birdan bokserning gapini qilaylik endi. Mana vatanimizningki vakil xarakterli katta bokserchilar bor, masalan, Zo'shimang, Jang Xiaoping, Jang Jile qatorliq, Uning sirtida meyada o'tagan bizniki qani? Akram Barat, nurg'un zo'r natijalar bor. Abdulazizam, Revaydullam, olim Chayon inem, olim O'shor. Yani nurg'un bokserchilarni taklif qildik. Endi ba'zilari mashq to'p kelib, ba'zilari sirt to'p kelib, bugun kelish sharoiti bo'lmay qoldi. Endi birdan bokserning gapini qilamiz-da. Endi bu bokserchilik degan endi o'g'ilvolning o'g'ilvolisi qildigan bir ish kabi. Ya rastga ustoz, men his qildim buni. Bu haqni urdim deganing bilan o üzangni yeysa. Rastu? Tazi amda yeysa. Qarab yiqqanlar qaysi bir bokserchining ma bavshangan top tuz biznikida. Birisining mayoqqa, birisining mayoqqa, birining o'tirmijilga to'shik osmon qara qolgan. Bu ojiq natijalik ajrning keyin isboti hamda bu. Men shunday o'ylayman. Endi bokserchi desa, masalan, nurg'un erkaklarimiz arzu qilib qoladi endi bu. Chunki bokserchi desa bizning ko'z oldimizga keladigini nayt bir qo'rqimsiz, jasoratlik bir badallari nayt kelishgan bir erkak ko'z oldimizga keladi. Shunlashqa? Rahmat. Shunlashqa endi lekin bokserchi bo'lish oson emas. Buning uchun nayt zo'r chidam, g'ayrat, jasorat, bir aql parasat, uzun yil mashqni davomlashtiradigan bir idrok kerak. Mashq qilmoq oson emas. Mana nurg'unimiz o'ruqlaymiz deb shaxsan meningmi bir ishga Jenshinfangda karim bor bijiriklik. Bir oy borma deb borma, 3 kunda keldi, bir ishdan chiqib qoldi. Shunlar qiqaldi endi. Boshqalar berib chiniqib etamdi, o'qimayman, shunlar to'sh ketdi vaqti. Bu oson ish emas-da. Endi men o'yladim, bu bokserchi bo'lish uchun bayam degandek nurg'un yil mashq qilgandan keyin bo'ladi. Biz boshlang'ich maktablarda o'qib baqdik, o'tir maktablarda o'qib baqdik. Shu maktabda o'qigan mezgillarda ashta bir orzu bo'lib qoldi ekan-ku. Birlarimizning Xalmurat kamlardek bir katta san'atkor bo'lish orzuyimiz bo'ldi ekan. Birlarimizning futbolchi bo'lish, birlarining yozuvchi, olim bo'lish dedik. O shu chaqda menda bir bokserchi bo'lish bir orzusi bo'lib baqqan. Uzun bo'lmagan bir 5-6 minutga yetmagan. Az qapti menga. Bokserchi bo'lganga oz qapsan kedi. Sal uzun qopti men yana. Bu qanday desanglar, masalan, maktabda o'qigan mezgillarimizda bir sinfda eng yomon bokserchidan birisi bo'ladi. Yomondan birisi bo'ladi. O'tirhal bir turkum bolalar bo'ladi.
eng qo'rqanchoq, ojiz, shu yurak yo'qdan birisi bo'ladi. Endi men shuni ichida qaysi tushsa desanglar, eng yomon bokschi mana men emasdim. Men emas o.